Assalomu alaykum qadrli partiyadoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Yakunlanayotgan hafta partiyamiz va fraksiyamiz faoliyatida muhim tadbirlar, samarali tashabbuslar hamda amaliy ishlarga boy bo'ldi. 12 yanvar kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda davlat xizmatlari ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish, shuningdek, arxiv sohasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishga qaratilgan qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Mazkur qonun loyihasi davlat xizmatlarini ko'rsatish ko'lamini kengaytirish, davlat organlari va tashkilotlarida manfaatlar to'qnashuvining oldini olishga xizmat qiladi. 13 yanvar kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Arnasoy tuman kengashi huzuridagi Ekologiya va salomatlik ayollar klubi tashabbusi bilan 8-sonli umumta'lim maktabida davra suhbati tashkil etildi. Tadbirda Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar atroflicha muhokama qilindi. 14 yanvar kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Qashqadaryo viloyat partiya tashkilotining navbatdagi kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda partiya markaziy kengashi raisi Abdushukur Hamzayev, viloyat kengashi a'zolari, tuman va shahar partiya tashkilotlari raislari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Yig'ilishda Abdushukur Hamzayev prezidentimiz murojaatnomasida belgilangan strategik yo'nalishlar asosida partiya oldida turgan muhim vazifalar va ulkan maqsadlarga alohida to'xtalib o'tdi. 15 yanvar kuni esa O'zbekiston Ekologik partiyasi Jizzax viloyat kengashi tomonidan qator tashkilotlar hamkorligida Paxtakor tumanida ekologik tozalik aksiyasi o'tkazildi. Ushbu tadbirda hududdagi yosh ekovolontyorlar faol ishtirok etdilar. Aksiya davomida Paxtakor tumanidan oqib o'tuvchi kanal atrofi tozalanib, atrof-muhitni muhofaza qilish va hududning sanitariya holatini yaxshilashga qaratilgan amaliy ishlar bajarildi. O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi o'z faoliyatida ochiqlik va shaffoflik tamoyillariga qat'iy amal qilib kelmoqda. Fraksiya uchun jamoatchilik ishonchi, xolis axborot hamda konstruktiv muloqot ustuvor ahamiyat kasb etadi. Mana shu tamoyillarga tayangan holda Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetida partiyamiz fraksiyasi tashabbusi bilan press-tur va matbuot anjumani tashkil etildi. Tadbir davomida fraksiya a'zolari ommaviy axborot vositalari vakillari tomonidan berilgan davlatimiz rahbarining 2024-yil 18-20 noyabr kunlari Oliy Majlis palatalarida so'zlagan nutqida belgilangan vazifalar ijrosi, Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan vazifalar doirasida fraksiya tomonidan amalga oshirilgan ishlar, fraksiya a'zolarining 2025-yilda ilgari surgan qonunchilik tashabbuslari, korrupsiyaning oldini olish yo'nalishida deputatlar tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi savollariga batafsil javob berdilar. O'tkazilgan bu tadbirlarning barchasi partiyamizning dasturiy maqsadlari, jamoatchilik oldidagi mas'uliyati hamda yurtimizda ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan qat'iy pozitsiyasini yana bir bor namoyon etdi desak xato bo'lmaydi. Qonun ijodkorligi joylardagi amaliy ishlar, jamoatchilik bilan ochiq muloqotlar hamda yoshlar va faol fuqarolar ishtirokida mana shunday izchil va samarali tadbirlarni davom ettiramiz.